shirin so'z va uning qalbga ta'siri to'g'risida suhbatlashamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu borada bizga juda ham katta o'rnak iz qoldirgan. Rasul sollallohu alayhi vasallamning hayot hollari, u kishining qilib o'tgan ishlari va atrofdagi sahobalarga, dushmanlariga, yoru jo'ralariga, qo'ni qo'shnilariga aytgan so'zlari bu borada bizga katta dars hisoblanadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam umrlari davomida biror kishiga baland ovozda gapirgan kishi emas. Muloyim zot bo'lganlar, halim kishi bo'lganlar. Shuning uchun ham Qur'oni Karimda Alloh taolo marhamat qilib aytadiki, agar siz qo'pol qalb egasi bo'lganingizda edi, lan faddu min havlik, atrofingizdan insonlar qochgan bo'lar edi deb, mana shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning atrofida sahobalar, mo'minlar, musulmonlarning ko'payishligining sababini Alloh taolo mana shunday ta'rif qilgan. Buning sababi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muloyimliklari, yaxshi gap va shirin so'z ekanliklarini Alloh taolo sizu bizga Qur'onda bildirib o'tgan. Ertalabki ibodatimizdan boshlab mo'min kishi, musulmon kishi ertalab tong ottirar ekan, bismillah deb tong ottiramiz. Bismillah deb tong ottirgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga muvofiq yo'liga e'tibor beradigan bo'lsangiz, duo bilan tong ottirish kerak. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana va ilayhin nushur. Bizni kichik o'lim uyquga oldirgandan keyin qaytar tiriltirgan zotga hamd sano bo'lsin deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qilgan ekanlar. Mana shunday duolar bilan ana undan keyin tahoratlarda misol uchun yana zikrlar ishlatamiz. Ana undan keyin bomdod namozlarini, sunnatlarini o'qiymiz. Jamoatga kelib farz namozlarini ado etamiz va to tong otgunga qadar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning odatlariga binoan quyosh chiqqunga qadar kim 100 marta la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu va huva ala kulli shay'in qodir yoki la ilaha illalloh Muhammad rasululloh kalimalari, boshqa bir qancha zikrlarda aytgan. Mana shularni aytib yuradigan bo'lsa, dengizning ko'pigacha gunohi bo'lsa ham Alloh taolo modomki o'sha banda gunoh kabiraga qo'l urmagan bo'lsa, Alloh uni gunohlarini kechiradi degan. Ana undan keyin o'zimizning ahlimizga, oilamizga, yaqinlarimizga shirin so'z bo'lsak, ortidan yana peshin namozlar keladi. Qur'on tilovatlari bilan ovora bo'lsak, Alloh taolo bergan mana shu bir parcha tilni shirin so'zga ishlatadigan bo'lsak, biz ham o'z-o'zidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning go'zal sunnatlarini amalga oshirib yurgan bo'lamiz. Shuning uchun azizlar, shirin so'zda, halimlikda bizga Rasul sollallohu alayhi vasallamning qoldirgan meroslari eng katta o'rnak hisoblanadi.